Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kardiologiya darslarining yurak fiziologiyasi haqida gaplashamiz. Kardiologiyani o'rganishda avvalo yurak faoliyati va ularning qanday yuzaga kelishini tushunishimiz kerak. Yurakda asosiy vazifalari 5 ta gruppaga bo'lib olsak bo'ladi. Bular birinchisi yurakda avtomatizmi, keyingisi o'tkazuvchanlik xususiyati, qo'zg'aluvchanlik xususiyati, qisqaruvchanlik va oxiri esa refraktorlik xususiyatlari hisoblanadi. Shu 5 ta xususiyat yurakda asosiy fiziologik xususiyatlari hisoblanadi. Endi bir boshdan tanishib chiqsak, birinchi o'rinda yurak avtomatizm. Avtomatizm nima? Bu yurakni tashqi ta'sirlarsiz, ya'ni hech qanday tashqi ta'sirot bo'lmaganda ham elektr impulslar ishlab chiqarish xususiyati hisoblanadi. Faqatgina qaysi qismda yurakda qaysi qismda impulslar ishlab chiqarish xususiyati bor, ya'ni avtomatizm xususiyati bor deydigan bo'lsak, faqatgina bizda sinatral tugun bo'lmacha qorincha o'tkazuv yo'llari avtomatizm xususiyatiga ega hisoblanadi. Bular haqida gaplashib chiqadigan bo'lsak, 3 ta avtomatizm markazi farqlanadi. Birinchi o'rinda biz bilgan sinatral tugun hisoblanadi. Sinatral tugun bu yurakni boshqaruvchi markaz hisoblanadi va unda nechta impuls ishlab chiqarsa, yuragimiz ham 1 minutda shuncha impulslar ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'ladi. 1 minutda bizda sinatral tugunimiz o'rtacha 60-90 ta oraliqda impulslar ishlab chiqaradi va yuragimizda pulsimizni ham sanaganimizda normal holatda 60 ta 90 ta oraliqda impulslar ishlab chiqarilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi avtomatizm markazi bizda AV tugun hisoblanadi. Bu o'rtacha 1 minutda 40 tadan 60 tagacha impulslar ishlab chiqarish xususiyati mavjud va bu ikkilamchi avtomatizm markazi hisoblanadi. Va qachonki sinatral tugun o'z funksiyasini bajarmaganda, ya'ni disfunksiyasi yuzaga kelganda, keyingi AV tugun o'z qo'liga oladi yurakni boshqarishini. Ya'ni shuning uchun bu ikkilamchi avtomatizm markazi hisoblanadi. Keyingi o'rinda bizda qorinchalar atrofida, ya'ni ichida joylashgan Purkinje tolalari, gis tutamlari hisoblanadi va bunda bizda 20 ta 40 ta atrofida 1 minutda impulslar ishlab chiqaradi va bu uchlamchi avtomatizm markazi hisoblanadi bizda. Yurakni ko'radigan bo'lsak, bu yerda yaxshi tasvirlangan, ya'ni bizda sinatral tugun, AV tugundan keyin gis tutamlari va Purkinje tolalariga shohlanib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bu bizda birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi markazlar bo'lib xizmat qiladi. Hop, keyingisi normal holatda sinatral tugun bizda boya aytganimdek avtomatizm markazi hisoblanadi va unda eng ko'p impulslar ishlab chiqarish xususiyati bo'lganligi uchun, ya'ni eng ko'p atipik hujayralar shunda joylashganligi uchun birlamchi avtomatizm markazi hisoblanadi. Endi kardiomyosit degan tushuncha bor. Ya'ni kardio yurak, mio muskul hujayralari, sit esa hujayra, ya'ni yurak muskul hujayralari kardiomyositlar deyiladi va aynan shu yurak muskul hujayralari ikki xil bo'ladi. Ya'ni tipik kardiomyositlar va atipik kardiomyositlar hisoblanadi. Tipik kardiomyositlar vazifasi nima? Bular faqatgina yuragimizda qisqarish vazifasini bajaradi va yuragimizda 99% ni tashkil etadi. Keyingisi atipik kardiomyositlar juda kam miqdorda, ya'ni o'rtacha 1% qismini tashkil etadi yuragimizda, lekin juda muhim funksiyasini bajaradi. Ya'ni ular avtomatizm xususiyatini bajaruvchi pacemaker hujayralardan tashkil topgan va ulardan impuls ishlab chiqaradi va ishlab chiqarilgan impulslar shular orqali tarqaladi. Pacemaker nima degani? Pace degani o'zi inglizcha so'z bo'lib, to'lqin, qo'zg'alish ma'nosini anglatadi. Make degani ishlab chiqarmoq. Ya'ni bizda to'lqin ishlab chiqaruvchi markazlar pacemaker hujayralari deb ataladi. Va bizda aynan shu pacemaker hujayralari sinus tugunda, AV tugunda, gis tutamlari, Purkinje tolallarida joylashgan bo'ladi. Va bizda eng ko'p pacemaker hujayralari sinus tugunda joylashganligi uchun birlamchi avtomatizm markazi sinatral tugun hisoblanadi. Keyingi narsa bizda pacemaker hujayralarida harakat potensialining hosil bo'lishi. Ya'ni bizda yuragimiz muskul organ bo'lgani uchun bunda harakat potensiali sodir bo'ladi va aynan shu harakat potensialini sodir bo'lishi 3 ta davr farqlanar ekan. Birinchi o'rinda sekin depolarizatsiya, ikkinchisi tez depolarizatsiya, uchinchisi esa qayta qutublanish, ya'ni repolarizatsiya jarayonlari hisoblanadi. Bu jarayonlar o'zi nima? Ya'ni bizda bitta pacemaker hujayra, ya'ni
atipik kardiomiyositlardagi bitta pacemaker hujayrani oladigan bo'lsak, shu hujayra o'z-o'zidan ta'sirlanish uchun 3 ta bosqichda boshdan kechirish kerak ekan. Ya'ni o'z-o'zidan biz avtomatizm hosil bo'ladi deyishimiz uchun ham bizda bitta hujayrada 3 ta jarayon sodir bo'ladi. Birinchisi bizda sekin depolarizatsiya. Bu jarayonda nima bo'ladi? Ya'ni normal holatda bizda hujayramiz tashqarisi plus, ichkarisi esa minus zaryadlangan bo'ladi. Bu tinchlik holatda va qandaydir ta'sirotlar sodir bo'lganda hujayramizda harakat potensiali sodir bo'ladi. Aynan shu yuragimizda harakat potensiali tashqi ta'sirlarsiz, ya'ni shu zaryad bo'lmasa ham sodir bo'ladi. Shu qanday hosil bo'lishini tanishib chiqamiz. Birinchi fazasi sekin depolarizatsiya. Bunda hujayra tashqi ta'sirlardan javob olmaganda ham bizda quvnoq natriy kanallari degan darvozalar bor. Aynan shu quvnoq natriy kanallaridan bizda hujayrani tashqarisidan ichkarisiga qarab plus zaryadlar, ya'ni natriy ionlari kira boshlaydi va hujayrani -60 millivolt zaryadlangan hujayrani sekin-asta pluslashtiradi, ya'ni -60 gacha olib chiqadi. Aynan shu narsa bizda sekin depolarizatsiya hisoblanadi. Keyingisi tez depolarizatsiya. Bunda aynan voltaj darvozali kalsiy kanallari ishtirok etadi. Ya'ni voltaj darvozali kalsiy kanallari nima o'zi? Bu degani voltaj zaryadlar farqi yuzasidan ishlaydi. Ya'ni zaryadlar qanchadir miqdorga yetganda ishlab ketadi. Bular o'z-o'zidan ishlamaydi. Aynan zaryadlar farqi yuzasidan ishlaydi. Endi bizda natriy ichkaridan kirdi va -60 tinchlik holatda turgan hujayrani -40 ga chiqib qo'ydi va aynan -40 da voltaj darvozali kalsiy kanallari ochilib ketdi va hujayraning ichiga shiddat bilan kalsiylar tashqaridan ichkariga kira boshladi va aynan kira boshlagan kalsiy ionlari plus zaryadli bo'lganligi uchun hujayrani pluslashtirdi va bunda pik nuqtaga olib chiqib berdi. Ya'ni bunda tez depolarizatsiya jarayoni sodir bo'ldi. Keyingisi repolarizatsiya jarayoni, ya'ni qayta qutublanish. Ya'ni dastlabki holatga qaytish jarayoni hisoblanadi va aynan bizda depolarizatsiya jarayonida sodir bo'lgan plus ichkarida kirgan ionlarni minuslashtiradi. Bu aynan qaysi jarayon natijasi sodir bo'ladi deydigan bo'lsak, kaliy kanallari ishtirokida sodir bo'lar ekan. Ya'ni kaliy kanallari bizda kaliy ionlari plus zaryadli bo'ladi va aynan bizda pik nuqtaga yetgandan keyin repolarizatsiya jarayoni ishlab ketadi va plus zaryadli kaliylarni hujayradan tashqariga chiqarib tashlaydi va hujayradan tashqariga chiqargandan keyin plus zaryadlilar bizda repolarizatsiya, ya'ni minuslashish jarayoni sodir bo'lar ekan. Buni sxema ko'rinishida ko'radigan bo'lsak, hujayrada -60 millivolt zaryadlangan bo'ladi. Bu aynan tinchlik potensiali paytida sodir bo'ladi. Hujayra tashqi ta'sirotlar yoki avtomatizm jarayoni sodir bo'lmagan holatda. Va bizda natriy kanallari, ya'ni quvnoq natriy kanallari hujayra ichiga plus zaryadlarni olib kira boshladi. Va hujayra sekin astalik bilan pluslashni boshladi va aynan -40 millivoltga yetgandan keyin L tipidagi kalsiy kanallari ishlab ketadi va hujayraga shiddat bilan plus zaryadli kalsiy ionlari kiradi va hujayrani pik nuqtaga, ya'ni 0, ya'ni tashqari ham ichkari ham tenglashgan zonaga olib chiqib qo'yadi va bu nuqta pik nuqta hisoblanadi. Va aynan pik nuqtaga yetgandan keyin bizda kaliy kanallari bor. Kaliy kanallari o'z-o'zidan ishlab ketib, ichkaridagi plus zaryadli kaliylarni tashqariga chiqarishni boshlaydi va aynan shu jarayon repolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Ya'ni qayta qutublanish jarayoni sodir bo'lar ekan. Bizda pacemaker hujayralarida harakat potensialining sodir bo'lishini ko'rdik. Ya'ni bizda sinatral tugun bosh hukmron tugun hisoblanadi yuragimizda. Unda harakat potensiali sodir bo'ldi va yuragimiz qo'zg'aldi. Aynan shu qo'zg'algan impulslarni bizda yuragimiz bo'ylab tarqatish kerak. Aynan shu tarqatish xususiyati bizda o'tkazuvchanlik deyiladi. Ya'ni yurakda hosil bo'lgan impulslarni yurak muskul bo'ylab tarqalishi o'tkazuvchanlik ekan. Normada bizda o'ng bo'lmachada sinatral tugun birlamchi avtomatizm markazi bo'ldi va undan Bachmann, Venkibach, Torel yo'llari orqali AV tugunga impulslar yetib keladi. Buni mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Sinatral tugun impulslar hosil bo'ldi va bizda Bachmann, Venkibach, Torel yo'llari orqali AV tugunga yetib keldi.
va AV tuguniga yetib kelgandan keyin impulslar doimo 0,1 soniya davomida ushlanib turadi. Aynan shu narsani bizda fiziologik blokada deyiladi. Fiziologik blokada nima deydigan bo'ladigan bo'lsak, impulslarni bu sinatral tugunda hosil bo'lgan impulslarni bo'lmacha orqali tarqalib, AV tugunda 0,1 soniya davomida ushlanib turishi fiziologik blokada deb atar ekan. Fiziologik blokada nimaga kerak bizga deydigan bo'lsak, aynan bo'lmachalarimiz qisqargandan so'ng bizda shu qisqarishni amalga oshirish uchun 0,1 soniya vaqt kerak ekan. 0,1 soniya davomida bo'lmachalarimiz qisqarib oladi va keyin qorinchalarga impulslar o'tish davom etadi va bo'lmachalarimiz va qorinchalarimiz navbatma-navbat qisqarishini aynan shu fiziologik blokada ta'minlab berar ekan. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa qo'zg'aluvchanlik. Ya'ni bu yurak muskul hujayralarining impulslar ta'sirida qo'zg'alishi va harakat potensialining hosil bo'lishi hisoblanadi. Tipik kardiomiyopaziyalarda sinus tugunidan chiqqan impulslar ionlar tarzida yetib boradi va harakat potensiali hosil bo'lar ekan. Tipik kardiomiopatiyada harakat potensiali 5 ta davrdan iborat bo'ladi. Biz atipik kardiomiopatiyada harakat potensialini ko'rdik, 3 ta davrdan iborat edi. Endi tipik kardiomiopatiyada, ya'ni asosiy qisqarish funksiyasini bajaradigan kardiomiopatiyada harakat potensiali 5 ta davrdan iborat bo'ladi. Birinchisi bizda tez depolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Keyingisi boshlang'ich tez repolarizatsiya, keyin yassi plato davri, keyin so'nggi tez repolarizatsiya va tinchlik potensialining qayta tiklanish davrlaridan iborat ekan. Bular haqida birma-bir tanishib chiqamiz. Birinchisi 0-faza hisoblanadi. Bu tez depolarizatsiya bosqichi hisoblanadi va bizda tinch holatda tipik kardiomiopatiyada -90 mV zaryadlangan bo'ladi va hujayra avtomatizm markazidan chiqqan impulslar hamma hujayraga yetib boradi va qo'zg'aluvchanlik sodir bo'ladi. Va qo'zg'aluvchanlik sodir bo'lganda hujayra ichiga natriy ionlari kira boshlaydi. Ya'ni -90 mV zaryadlangan edi hujayra tinchlik holatda va qo'zg'aluvchanlik yetib kelgandan keyin bizda natriy ionlari hujayra ichiga kiradi va piloslashtirishni boshlaydi. Ya'ni -90 mV zaryadlangan hujayrani sekin-asta tepaga olib chiqishni boshlaydi. Bu davr bizda tez depolarizatsiya jarayoni hisoblanadi va bu +20 mV gacha davom etar ekan. Keyingi faza, birinchi faza, bu boshlang'ich tez repolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Ya'ni +20 mV ga zaryadlanganga yetib borgandan keyin hujayra kaliylarni tashqariga chiqarishni boshlaydi. Ya'ni voltaj darvozali kaliy kanallari ishlab ketishni boshlaydi-da, hujayraning ichidagi pilus zaryadlar kamayishni boshlaydi. Ya'ni tashqariga kaliylar chiqib ketishni boshladi va hujayramiz sekin-asta pastga tusha boshlaydi. Bu boshlang'ich tez repolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Keyin bizda ma'lum bir vaqt yetgandan keyin L tipidagi kalsiy kanallari ishlab ketadi. L tipidagi kalsiy kanallari sekinroq ishlaydi, chunki bizda natriy ionlari hujayra ichiga tez kira boshladi va undan keyin kaliy ionlari ishlab ketdi va hujayra ichiga kaliyni chiqarishni boshladi. Va shundan so'ng bizda kalsiy kanallari ishlashni boshlaydi va hujayra ichiga kalsiy kirishni boshlaydi. Ya'ni kaliy ionlari musbat zaryadlilar tashqariga chiqyapti, kalsiy ionlari musbat zaryadlilar esa ichkariga kira boshladi. Va bizda xuddi shu jarayonda ma'lum bir vaqtga yetgandan keyin hujayraga chiqayotgan pilus zaryadlilar bilan hujayraga kirayotgan pilus zaryadlilar tenglashadi va bizda yassi plato davri to'g'ri keladi. Ya'ni buni qayiq sifatida tasavvur qilsak, ya'ni ichkariga kirayotgan suvning miqdori qayiqdan chiqarayotgan suvning miqdoriga tenglashsa, qayiq cho'kmaydi ham, tepaga ham ko'tarilmaydi. Xuddi shu jarayon sodir bo'ladi. Ya'ni buni biz yassi plato davri deymiz. Aynan bizda yassi plato davrida kalsiy ionlari juda ko'p miqdorda tipik kardiomiopatiyada ichga kirganligi uchun qisqarish jarayoni aynan yassi plato davriga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, keyingisi plato davridan keyin 3-faza, so'nggi repolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Ya'ni hujayraga kalsiylar kirishda davom etib turib, oxiri zahirasi tugaydi. Kalsiyning zahirasi tugagandan keyin kaliylar chiqishda davom etadi. Kaliylar chiqishda davom etgandan keyin bizda sekin-asta minuslashni boshlaydi harakat potensiali va boshlang'ich -90 mV gacha minuslashib kaliylar chiqib ketadi va bizda bu davr so'nggi repolarizatsiya jarayoni hisoblanadi. Keyingisi 4-faza, bu tinchlik potensialining qayta tiklanish davri hisoblanadi. Ya'ni bizda hujayra ichidan
kaliylar juda ko'p miqdorda chiqib ketdi. Natriylar esa kirdi. Endi bizda kaliylarni boshlang'ich holatga qaytarish uchun, ya'ni juda ko'p miqdorda kaliylar tashqariga chiqib ketdi. Qaytarish uchun natriylar esa juda ko'p miqdorda ichkariga kirdi. Shuni endi hujayra tashqariga chiqarish uchun bizda natriy kaliy atifaza bor. Aynan shu natriy kaliy atifaza hujayra ichiga kaliylarni hujayraning ichiga olib kirib qo'yadi. Ichkariga kirgan natriylarni esa tashqariga olib chiqib qo'yar ekan. Xuddi shu jarayonda boshlang'ich davriga tinchlik potensialiga qaytarishda natriy kaliy atifaza o'z vazifasi hisoblanar ekan. Keyingisi bizda qisqaruvchanlik hisoblanadi. Ya'ni qisqaruvchanlik bu yurak muskul hujayralarining qo'zg'alishiga javoban qisqarish bilan javob qaytarishi hisoblanadi. Qisqaruvchanlik aynan bizda boya aytganimdek yassi plato davriga to'g'ri keladi. Chunki yassi plato davrida juda ko'p miqdorda kalsiy ionlari hujayra ichiga kiradi va aynan shu sarkoplazmatik retikulumdan chiqqan kalsiylar aktin miyozin kompleksini hosil qilib qisqaruvchanlik xususiyatini ta'minlar ekan. Keyingi xususiyati, yuragimizda oxirgi xususiyatlari, muhim xususiyatlardan biri bu refraktorlik hisoblanar ekan. Refraktorlikda biz chidamlilik, qaysarlik degan ma'noni anglatadi va u asosan ikkita turga bo'linadi. Ya'ni absolyut refraktorlik, keyingisi esa nisbiy refraktorlik hisoblanadi. Bizda absolyut refraktorlik nima? Bu yurak muskul hujayralarining har qanday tashqi ta'sirlarga, ya'ni xoh u kuchli bo'lsin, xoh kuchsiz bo'lsin, umuman javob qaytarmasligi bu absolyut refraktorlik hisoblanadi va bu harakat potensialining depolarizatsiya va yassi plato davriga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda yuragimizda qaysi qismidan ektopik ritm paydo bo'ldi va u impulsni egallash maqsadida impuls chiqardi, yuragimizni egallash maqsadida. Va shunda bizda depolarizatsiya va yassi plato davriga to'g'ri kelganda impuls chiqarsa, yuragimiz unga absolyut hech qanday javob bermaydi. Shu narsa absolyut refraktorlik hisoblanadi. Nisbiy refraktorlik nima? Bu yurak muskullarining tashqi ta'sirlarga, impulslarga javob qaytarishi va navbatdan tashqari qisqarish bilan javob qaytarishi hisoblanadi. Bu yuragimizda harakat potensialining repolarizatsiya jarayoniga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda yuragimizda sinus tugidan impulslar ishlab chiqarilyapti. Agar qaydandir ektopik ritm paydo bo'lib, impulslar chiqarishni boshlasa, shu ektopik ritm aynan bizda harakat potensialini repolarizatsiya davriga to'g'ri kelib qolsa, impuls chiqarishi bizda yuragimiz navbatdan tashqari qisqarish bilan javob qaytaradi. Aynan shu navbatdan tashqari qisqarish bizda ekstrasistoliya deb atalar ekan. Ya'ni bizda sinus tugun impuls ishlab chiqardi, bizda qo'yres kompleksi ticha hosil bo'ldi. Ya'ni sinus tugun ishladi, yana sinus tugun ishladi va bizda repolarizatsiya jarayonida hujayrada qaytadandir impuls ishlab chiqarildi. Va bizda yuragimiz bunga navbatdan tashqari qisqarish bilan, ya'ni ekstrasistoliya bilan javob qaytardi. Aynan shu narsani ekstrasistoliya deb atar ekanmiz. Bu yerdan ko'radigan bo'lsak, normal ritm va ekstrasistoliyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Morfologik jihatdan ekstrasistoliya oddiy ritmlardan farq qilib turadi. Buni ekstrasistoliya mavzusida alohida tanishib chiqamiz. Bugungi yurak fiziologiyasiga oid ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzularda uchrashguncha.